Hammaga salom. Bugun biz ham shu orqamda turgan shkafga rasm chizamiz. So'mchi nima yozmoqchi bo'lganimizni zametkaga qilib oldim. Mana shu uyda meni ancha qiynadi ochilmasdan. Bir amallab shu uyda ham ochib oldim. Endi chizsak bo'ladi. Birinchi o'rinda men eng yaxshi ko'rgan frazam va menga eng ko'p aytiladigan fraza odamlar nima deydi. Men shu frazadan boshlagim keldi va buni katta qilib yozdim. Maksimalni naskолько ikkinchisi sizlar yozgan kommentariyada olingan osmondagi odamlar yulduzlar. Va buni chizilishini qizuvroq qilishga harakat qildim. Tak, bitta без комментариев. Aytishni sizlar yozgan kommentariylarda eng kerakli bo'lgan fraza. Mani. Iloji bo'lganda hamma yozuvimni дополнить qilish uchun shunaqa rasm chizardim. Chunki qaranglar qanaqa zo'r turibdi. Albatta o'zbekmizo yozuvi va men odamlar nima deydi yozuvni men bunaqa qoldira olmas edim hech qachon. O'sha tirikchilik brendidan chopgan holatda desa desin degan yozuv yozib qo'ydim. To'g'risi ham deydi. Bugunchalik faqat shu 4 ta gapni yozishga ulgurdim. Dalshi nima deb yozishimni xohlaysizlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammaga xayr.